Do'stlar, Afg'onistonda do'konlar, narx-navolar. Afg'oniston bozorlari do'stlar, narx-navolar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanali ko'ruvchi muxlislar, xush kelibsizlar Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga. Mana bugun kunlardan ham juma ayyomingiz ham muborak bo'lsin, birodar azizlar. Mana Afg'onistonda juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz, inshaalloh videolarimiz yoqadi degan umiddaman. Mana bozor narx-navolarni, sabzavot, ko'kat, birinchi hammasini birma-bir qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Videomizga like va kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Mana qishloqimizda juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz va ko'p savollar bo'ladi. Qishloq bozorlarga ayollar bormaydimi deb. Yo'q do'stlar, Afg'onistonda ayollar bozor kelmaydi va bozorlik qilmaydi. Afg'onistonda ayol bo'lmaydi, bozorga nomaqaramlarga ko'rsatilmaydi ayollar. Shunaqa bozorlarimiz bo'lib o'tadi birodarlar. Har juma kuni tashkil bo'ladigan bozorlarimiz, mana hamma narsa bor. Qovoq, tarvuz, qovun deysizmi, anor deysizmi, dehqonchilik, sabzavot, ko'katlar deysizmi, mana shunday do'konlar bo'lib o'tadi har juma kuni qishlog'imizda birodarlar. Inshaalloh videomizga like va kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shunday videolarni davomi kelishi uchun birodar azizlar. Mana do'stlar, yog'lar 3 litr yog' 340 afg'on ekan. Mana shunaqa 3 litr yog'lar. 5 litr qanchacha? Buni? Ha. Bu 490 birlashib o'tadi. 490 afg'on ekan. Mana bu boshqachasi. Ko'rib o'tganingizdek, mana kunga boqar yog'i. Bu qancha tam? 540 afg'on ekan. Inshaalloh mana kommentariyaga yozib qoldiringlar, qimmatmi, arzonmi narx-navolarni. Mana bu ham qishlog'imizdagi do'konlar do'stlar. Mana qishlog'imizda juma kuni mana shunday do'konlar bo'lib o'tadi. Mana do'stlar, pomidorlar ham dehqonchilik 25 afg'ondan sotilmoqda. Dehqonchilik pomidorlar 1 kilosi 25 afg'oni. Mana shunday bozorlarimiz bo'lib o'tadi birodarlar. Har juma kuni bo'ladi. Boshqa kuni bo'lmaydi. Har juma kuni mana shunday bozorlarimiz bo'lib o'tadi. Hamma narsa topiladi bozorda. Sabzavot, ko'kat deysizmi, olma deysizmi, anor deysizmi? Xullas. Mana hozir hamma o'sha bozorlikni qilgan, ko'rib borayotganingizdek. Do'stlar, uzumlar ko'rib borayotganingizdek. Uzum qancha bo'ldi? Davlat aka? 45 afg'onidan sotilmoqda mana uzumlar, dehqonchilik uzumlar. Ko'rib borayotganingizdek. Mana xurmo. Qancha bu xurmo? 55 afg'oni, ya'ni 10 ming so'mdan sotilmoqda. O'zbekistonning so'miga 1 kilosi 10 ming so'm do'stlar. Olma qancha qidilanma? 35 afg'oni, ya'ni bu ham 6 ming so'm. O'zbekistonning so'miga 6 ming so'm olmalar do'stlar. Buni olmaymi shuni yanimi? 25 afg'oni mana bu olma ham inshaalloh O'zbekistonning so'miga qancha bo'ladi hammasini birma-bir yozib qoldiramiz. Pomidor qancha bo'ldi pomidor? Pomidor 40. 1 kilosi 40 afg'onidan sotilmoqda pomidorlar birodar azizlar. Kashir qancha bo'ldi? Sabzi 10 afg'oni, ya'ni 2000 so'mdan sabzilar ham sotilmoqda. Dehqonchilik. Kadi qancha kilosi? Kadi kilosi 14. 1500 so'mdan sotilmoqda. 1500 so'm. 1 kilo qovoqlar do'stlar. 1 kilo qovoq do'stlar. Qimmatmi arzon mana shunday Afg'onistondan bozorlarida narx-navolar mana shunday birodar azizlar. Inshaalloh kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Mana bu ham Davlat akamiz do'kondor. Mana shunaqa har juma kuni bozorda va jumadan tashqari ham boshqa kunlari ham shunaqa do'kon ochiq bo'ladi 24 soat. Gap yo'q lekin Davlat akamizga ham. Akalar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ey, yashang Davlat aka. Mana do'stlar, bozorimizda mana shunaqa yangi qovurilib sotiladi. Bizda chigit deydi buni. Kunga boqar mana shunaqa nimani chigitlari. Inshaalloh yozib qoldiringlar, qimmatmi arzonmi hozir so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum Muhammad aka. Yaxshi, men sog'liqmi? Harman o. Barba. Muhammad aka, bunda mana nereden chigitlar kilosi? Bu kilosi 200 mana kilosi. 200 afg'oning ha?
Bul mekkankimi? 200 ha, bular 200. Bu ham 200 afg'oni, mana buni ham kilosi 200 afg'ondan ekan. Bu 300. Bu 300 afg'on ekan, biroz yaxshirog'i. Chidan bo'lmadi. Ko'rib borayotganingizdek, mana Afg'onistonda. Bu 400. Mana bu ham 400 afg'on ekan 1 kilosi. Bu ham 400. Mana bu ham 400 afg'ondan sotilar ekan kilosi, do'stlar. Ey mashallah, har unda ishlar bilan. Mana shunaqa do'stlar, har kim juma kunlari mana shunaqa do'konchasi bo'ladi o'zini, mana shunaqa kichkina do'konlar. Shunaqa qovoq, mana shunaqa chigit sotgan, chigit deydi bizda. O'zbekchasiga nima deydi buni? O'zbekistonda yozib qoldiring, bu boshqa davlatlarda buni nima deydi? Uni ham yozib qoldiringlar inshaalloh. Sivichkami? Shunaqa do'stlar. Yozib qoldiringlar inshaalloh. Qimmatmi, arzonmi Afg'onistonda? Mana do'stlar, naskilar ham Afg'onistonda narxlar 20 afg'on ekan, Afg'oniston so'miga, Afg'oniston puliga 20 afg'oni, 20 afg'oni, 20 afg'on, hammasi 20 afg'ondan ekan. Zo'r naskilar lekin mana ko'rib borayotganingizdek. Mana shunday. Bular qanchadan? Bular ham 20 afg'oniz? 20 afg'oni do'stlar mana. Ko'rayotganingizdek juda ham arzon. Mana bu ham 50 afg'oni, Afg'oniston puliga. Mana ayollarniki juda ham arzon menimcha. Inshaalloh kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana shunaqa. Bular qancha mana bu? Bu 40. Bu ham 40 afg'on ekan. Inshaalloh mana yozib qoldiramiz hammasini. Mashalloh juda arzon ekan. Bozor ham mana narsa. Mana do'stlar, ko'rib borayotganingizdek, mana novot bor. Novatning kilosi qancha? Hava. 60 beriyor. Bu 60 afg'oni. 70 Bu ham 70 afg'oni ekan. Mana bu 60 afg'oni ekan. Ko'rib borayotganingizdek. Mana bu yerda turshak deydi, mana shirinlik. Paketi qanchami? Bular 25 rupiya. 25 afg'ondan sotilmoqda. Qantning kilosi qancha? Bular 55. 55 afg'oni, qant 1 kilosi 55 afg'on ekan. Mana shunaqa do'stlar, ko'rib borayotganingizdek. Narx-navolar mana Afg'onistonda. Andrey og'amiz ham do'kondor o'zi. Alloh rozi bo'lsin. Mana hamisha har doim bizlarni qo'llab-quvvatlab, Padishkada hamisha efirimizga ham keladi. Boshqa mana shunaqa do'stlar. Ko'rib borayotganingizdek, mana birinchi bu Evvel 363 denli. kilosi qanchami? Kiloda 50 rupiya. 53 afg'ondan Afg'oniston puliga 53 afg'oni ranglangan guruch mana ko'rib borayotganingizdek. Juda ham yaxshi bo'ladi buni palovi. Bu qancha mana bu falama birinchi? Orinja 250. Kilosi qancha? 10 kilosi 50 afg'on ekan. Mana bu dehqonchilik qilyapsan ha? Afg'oniston o'z birinchidan. Mana shu Afg'oniston o'z birinchilari 50 afg'oni bu. 53 afg'oni ham mana bular do'stlar, ko'rib borayotganingizdek. Ruplar qanchadan rup? Ruplar 80 rupiya. Mana bu 80 afg'oni pomidor qoqi. Bu taymat. Tayma, ha, taymas. Buni ikki xili bor. Arzoni ham bor, qimmati ham bor. Bu 80 afg'ondami? 80 afg'on ekan. Mana duzun kilosi qancha? Kiloga 15 afg'oni. Kilosi 15 afg'oni. Tuz do'stlar. Mana qizil lobyo. Bu lobyoning kilosi qancha mana shunqa? Vatani mana shu Afg'oniston o'rnidami? 85 afg'oni. Bu 85 afg'oni. Mana bu qancha afg'on? Bu 95 afg'oni. Shu nimadan eksport nimadan kelar ekan? Xorijdan boshqa kishvalardan kelar ekan. Mana bu lo'la qancha? No'xat. No'xat qancha? Bu 90 afg'on ekan no'xatlar. Mana kunjut yog'i ham bor. Kilosi 240 afg'ondan sotilar ekan. Mana kunjut yog'i do'stlar, mana Afg'onistonda kunjut yog' kilosini so'ragan birodarlar uchun mana kunjut yog'i 240 afg'on ekan 1 kilosi. Mana do'stlar shunaqa do'konlar. Kechali qancha olding kechali? 1 kilosi 25 afg'on. Piyaz qancha? Piyoz ham 10 afg'onidan sotilar ekan. Mana do'stlar do'konlar mana shunaqa. Afg'onistonning do'konlari. Qara kishmish qancha? Qara kishmish? Qara kishmishmi? Hava. 180 afg'on o bora. 180 afg'on. Sar qancha? Sarami 200 ga 190. 190 afg'on. Tashakkurlar radiotining.
Mana do'stlar, choy, ko'k choy. Mana ko'rib o'tganingizdek, bu kilosi qancha bu choying? O çayın kilo 220. 220 afg'oni. Bu qancha? O çaylar 340 milyon ön görmüyor tatil. Ha, 340 afg'oni. Hava. 340 afg'oni, rangi bozilmas ekan, juda yaxshi ekan, sifatli choy ekan mana ko'rib o'tganingizdek. Siz başına ben çay. Kaç pul? Choylar do'stlar. Mana do'stlar, Afg'onistonda go'sht narxini so'rayotgan birodarlar uchun Shiravaga keldim o'da mana. Go'sht narxlari. Hem say go'shtlar nima bu? Go'shtlar 400 verdik. 400 afg'on nima go'sht bu? Toklu go'shti. To'qli qo'chqor go'shti 400 afg'ondan kilosi sotilyapti ekan bozorda 400 afg'oni. Qo'chqor go'shti, toza go'sht. Jigar qanchani jigar? Jigar ham 400 afg'on ekan. 1 kilo go'shtni narxi ekan, 1 kilo go'sht narxi ekan. Jigar ham do'stlar. Buni ko'rib borayotganingizdek, mana juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz mana shunaqa. Inshaalloh videolarimizga like va kanalimizga ham bitsigina obuna bo'lib tugmachasini bosib qolish esdan chiqmasin, birodar yazinglar. Mana do'stlar, 40 afg'onidan Afg'oniston puliga 40 afg'on deya. Chilasni? Ha, 40 afg'on deya. 40 afg'oni Afg'onistonni puliga sotilmoqda. Zo'r anor lekin dahshat 8000 so'm bo'ladi. Qimmatmi, arzonmi yozib qoldiring birodar azizlar. Afg'onistonda anor narx-navollari, bozor narx-navolari, ya'ni mana bozorimiz bo'ladi do'stlar. Juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlar. Mana sabzavot ko'katlar ham mana shunday 3 donasi 2000 so'mdan sotilmoqda. 3 donasi mana shunaqa. 3 tasi 2000 so'mdan sotilmoqda. Mana piyoz bor. Piyoz ham 3 tasi 2000 so'mdan. Bular ham 3 tasi 2000 so'mdan sotilmoqda. Limon chanasi kilo? नारंज किलो किलो खुनीस ता किलो 50 metre. Yillik afg'oni sotilar ekan mana 1 kilosi 10 ming so'm, ya'ni O'zbekistonga. Norush deydi bizda, shu palovga, shu oshga shu sepib yesiz juda ham zo'r, mazali, lekin dahshat mazasi. Qimmatmi, arzonmi inshaalloh yozib qoldiringlar. Birodari azizlar. Chiyas bodring chandas? Bodring sirop. 30 afg'oni ekan 1 kilosi. Ya'ni 6000 so'm bo'ladi. 2 kilo. 6000 so'm 1 kilosi. Ichi chandas? Gao chil proxtum sirop adashi. 30 afg'oni ekan mana shu. Yak to'yish? Ha, yakta. 6000 so'm ekan mana shu, 6000 so'm. 6000 so'mdan sotilar ekan shuni bir donasi mana. 1 kilo keladimi, yarim kilo keladimi? 6000 so'mdan sotilmoqda birodar azizlar. Mana juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimiz ham mana shunaqa bo'ladi, birodar azizlar. Mana rais bobomiz ham qo'lini ozgina og'ritgan ekan, rais bobo. Rais bobo ketdingiz mana, videoga ketdingiz. Olmalar narxi ham 30 afg'ondan ekan 1 kilosi. Olma ham bor ekan mana bu yerda 30 afg'onidan sotilmoqda, ya'ni 6000 so'm. 1 kilosi 6000 so'mdan sotilmoqda. Mana do'stlar qovoqlar. Juma kuni bo'lib o'tadigan bozorlarimizda mana shunday qovoqlar ham bor ekan. Buni qaranglar. Mana do'stlar kilosi 1500 so'mdan sotilmoqda. 3000 so'm. 18 afg'ondan shun kilosi. 1500 so'mdan sotilmoqda mana ko'rayotganingizdek qovoqlar. Zo'r qovoqlar, katta qovoqlar ko'rayotganingizdek. Ana do'stlar, bizlar ham hozir qaytdik bozordan. Mana do'kondor akalarimiz do'konlik savdolarni ham oldi. Mana shunday qishloqlarimiz. Mana rais bobomiz ham shu yerda. Mana 3 g'ildirayli rikshada qaytdik. Mana do'stlar, birodarlar, qishlog'imizdan bozor bir 10 minut, 20 minutlik yo'l. Har juma kuni mana shunday bozorga kelamiz. Yo'llar ham uncha yaxshi emas.
mana birodar azizlar. Inshaalloh videolarimizga like va kanalimizga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin birodarlarim. Qo'llab-quvvatlash birodar azizlar. Inshaalloh bundan ham yaxshi videolar tayyorlashga harakat qilamiz.